Qızartib pişirilgan o'zgacha kalgoch qordoq cho'pi desak bo'larmi? Bu tomoqni yaxotanlik tuqqanlankidek ismi uzrafli kitirmi tuqqanlar. Oshxona restoranlardan ko'rib boqmagan va yeyishlik bir tomoqchimi tuqqanlar go'y saylari ezilib cho'ptiri ta'mlariga singishib rang tam puroqlari yetosan va shepeziya. Amisi mabak bexil bekorliqimni shidimayma deydiganlar deb balak mat tuqqanlar yuraklarni baravar boshlar ketdinijimi? Oldimala qozonga alnuri birinchi darajali qo'noq maydiga qara qo'yib go'shimizning qizirishi uchun shikarli bizir sap eritib go'shimizni saldiqqa hamma yeri qizirib suvi tuggandeki eki hajodi bir qo'shiq qag'amador darmakladi biratan desab mizlik puroq chiqarib olamiz. Andi qaq lozim bilan ma o'zim yasavaga qizartishdi saldim o'zirlamda ma shug'ul jangladi saslan bo'ldi. Piyozni savab sabzidim qo'rimiz va mayda biza qo'raversak sabzi teg'im ta'mlik pishidi cho'tqilla. Bir minut qo'rilgandeki eki arachini bir chini suv qo'yib go'sht bilan sabzini 10 minut dimlab qo'yamiz. Ang'ichi biz yem bir qozonga jiqaraq may esib qizitib tuxum bilan dofini zalg'ashtirayna. May cho'qim resmi qizg'anda aka tuxumni salayınca tuqqanlar bo'lmasa bu amda sağarmaydı. Appak oqası bizni zalığınımızdaki hech bir ahamiyati yo'q bir quruq ish qoldi-chu. Andi shug'ulyan yo'llarni sab artini bir chini suv qo'yib yana 5 minut qaynatamiz. Andi ma dofunimi rasmiy qizartib qaqib salayınca tuqqanlar bo'lmasa izilki tuqqaldi. Andi ma suv tushgandiki yemiz yumshaydi emasmi? Edit xonimlar bir yanda tomoq qag'ash, bir yanda uy yig'ishtira oladi. Bir yanda kir yug'ash, bir yanda oshxonasini tozala oladi. Qo'ligida oddiy darsni anglab ulgurdi. Meni qatvanslar tuqqanlamashliq birlikda o'rganimiz jumum. Hem yeni bir chini suv qo'ygandiki aka sayniki suydi bir chini qo'ydirib aka cho'pimizni sab kuchlik o'tda 3 minut dimlaymiz. Xamirni o'zimiz yug'arsaqma tayyor bo'lsin bo'laverdi jumum tuqqanlar o'zi pishqanda pishqanda deslatdi. Ham yabay aqoga suyimizni asta to'kimiz, anadagi yarim chini suvni mijala qo'yib o'ttirib 2 minut dimlaymiz. Aka bir ilashtirib amdachi o'rib cho'rib andi yana 2 minut dimlab qo'ysaqlar va yeyishlik qordoq cho'p tayyor bo'ldi tuqqanlar. Ammani samsaq bilan ko'klazan saldiga olsak rangiga rang ta'miga tam qatilda tuqqanlar nimdiga feyziye cho'qqim qilib yapaqslar jimo tuqqanlar. Bugun imtihonchi urushda qaytgan askarlarda yer o'chib kelganda bolalarga toza xo'shaqdi mizlik yavoldi-da. Bolalarimning deyishicha sayg'u o'xshabdi cho'p teg'imda o'xshab ketibdi deydi tuqqanlar. Ustiga cho'p besishni cho'qim unutqamizlar. Xayri xo'sh.